Albatta, pul haqiqatdan ham qadrsizlanib ketishi mumkin. Zimbabve bunga eng mashhur zamonaviy misollardan biridir. Ishonsangiz ham, ishonmasangiz ham ular hatto 100 trillion dollarlik banknota ham chop etishgan. 20-asr boshlarida Birinchi jahon urushidan keyin Germaniyada ham xuddi shunday holat yuz bergan. Xo'sh, bunday darajadagi keskin holat qanday yuz berdi? Buni tushunish uchun shuni bilish kerakki, pul bu shunchaki qog'oz yoki ekrandagi raqamlar. Pul faqatgina odamlar uni ayirboshlash vositasi sifatida qabul qilgandagina qiymatga ega bo'ladi. Siz pulni qabul qilasiz, chunki boshqalar ham uni qabul qilishini bilasiz. Endi tasavvur qiling, oylik ish haqi kam bo'lgan sohalarga hukumat juda ko'p pul bosib, uni ishchilarga tarqatdi. Dastlab odamlar quvonib bayram qilishi mumkin, ammo vaqt o'tib cheklangan miqdordagi tovarlarga juda ko'p pul miqdorida to'g'ri keladi va ishonch yo'qoladi. Bir bo'lak nonning narxi 5000 so'mdan 500 million so'mgacha ko'tarilishi mumkin. Xuddi 35 yil avvalgi 5 tiyinlik non hozirgi 5000 so'mga aylanganidek. Son iqtisodiyot kanaliga obuna bo'lib, do'stlaringizga ham ushbu videoni jo'natib qo'ying.